Diqqat, aholiga shoshilinch xushxabar. O'zbekistonda endi ayollar ham, erkaklar ham 2 yil oldin pensiyaga chiqishlari mumkin bo'ladi. Ushbu xabar ostida barcha reaksiyalaringizni tezda qoldiring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Xushxabar, O'zbekistonda ham ayollar, ham erkaklar 2 yil oldin pensiyaga chiqishlari mumkin bo'ladi. Endilikda ish joyidan ayrilganda, agar shtat qisqartirilgan bo'lsa yoki korxona yopilib ketsa, belgilangan muddatdan 2 yil oldin pensiyaga chiqish imkoniyati beriladi. Yangi qoidalarni 2026-yil 1-iyundan boshlab joriy etish rejalashtirilgan. Ekspertlarning ta'kidlashicha, bu to'lovlar davrini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa ayollar uchun katta yengilliklar bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabarimizni tezda barcha yaqinlaringizga yuboring. Ularni ham xursand qiling. Albatta videoroligimizga like tugmachasini bosishni unutmang. Bundanda qiziqarli va siz uchun manfaatli bo'ladigan yangiliklarni kuzatib borishingiz uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.